Homiladorlar yostiqchasi foydalimi yoki zararli? Keling oydinlashtiramiz. Homiladorlik yostiqchasining foydalari quyidagilardir. Birinchidan, orqa va bel og'riqlarini kamaytiradi. Homiladorlikda qorin kattalashgani sari bel va orqa qismlarda bosim oshadi. Yostiqcha esa bu bosimni kamaytirishga yordam beradi. Ikkinchidan, yonboshlab yotishga qulaylik yaratadi. Ayniqsa 2-3 trimestrda chap yonboshda uxlaganingizda albatta yostiqchadan foydalaning. Uchinchidan, qon aylanishini yaxshilaydi. Homilaning siqilmasligi, ona tanasida qon aylanishining to'g'ri bo'lishi uchun yostiqcha juda ham foydalidir. To'rtinchidan, tizzalarni yengil ajratadi. Tizza orasiga qo'yilsa, son va umurtqa sohalaridagi bosimni kamaytiradi. Beshinchisi, tungi bezovtalikni kamaytiradi. Oltinchisi, tug'ruqdan keyin ham foydalidir. Ayniqsa emizish paytida belni va qo'llarni og'ritmaslikka yordam beradi. Faqatgina tabiiy matodan tayyorlangan, yuvilishi oson, antibakterial gipoallergen turlarini tanlang. Agar bel og'riqlari kuchli bo'lsa, albatta ishlating. Homiladorlar yostiqchasi faqat foydali, zararli tomoni esa aslo yo'q. Agar hali ham sizda yo'q bo'lsa, albatta hech ikkilanmasdan sotib oling.